bitta ikkitasi chiqib oladi. Men BMW oldim, BMW M3 oldim, M5 oldim deydi. Mana bunaqa narsa qilamiz aka. 50 millionni, mana shu 50 million pulni mana shu videoni storiesiga, o'zini storiesiga qo'ysa, repost qilib storiesiga qo'ygan odamga beramiz. Tarqatamiz. 10 milliondanmi yoki kattaroqdan qilamiz. Nima deysiz? Farqi yo'q menga. 5 milliondanmi, 10 milliondan nechta odam qo'ygan bo'lsa, o'shalarni ko'rib chiqamizda, tanlab o'sha yerdan qarab turib berib olamiz. Bo'lmagan narsa, u fake bu. Hammasi sizlarning prosmotr bo'lishlaringiz uchun. Kimdirlar mana shu prosmotr bo'lish uchun, yo'qmasa obunasi ko'payish uchun, kimdirlar gey bo'lib ketyapti. Mana ekranga ko'rib turgan bo'lsanglar. Boy narsaga tayyormiz. Boy narsaga. Xohlasangiz men geyman deb istora qo'yaman. Aytganim sababi men prosmotr yig'ish uchun ham gapirganim yo'q. Obuna bo'lish uchun ham. Lekin real gapiryapman. Mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, sразу mana like bosinglar, bitta obuna bo'linglar. Bo'ldi. Men o'zim sizlarga karta tashlasanglar, $50, $80 dan tashlab beraman.